44 million 500 ming so'mga 8 ta xona, undan tashqari 2 ta koridorlar bilan ustagalarimiz chiroyli qilib sig'dirib qo'yishibdi. Bu narx ichida ketgan materiallari, usta xizmatlari ham shu narx ichida bo'lgan. Umumiy joyimiz tushgan sotiga 3.6 sotikka tushgan. Uyimizda tushgan joyi 2.1 sotikka xuddi shu holatda chiroyli qilib sig'dirib qo'yishibdi. Meni joyim kichkina, qanaqangi uy proyekt solsam bo'lar ekan degan yurtdoshlarimiz uchun bu videoni tashlab qo'yasizlar. Ustalarimiz ham o'ta insofli, arzon narxlarda qilib beradigan ustalar bo'lar ekan. Agar ustalarimizning xizmati rostdan arzon bo'ladigan bo'lsa, yurakchani qizartirib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi ko'cha tarafdan kirish qismida bitta 4 metrli darvozaxona, undan tashqari hovli qismimizga 740 joyga hovli qism joylashgan. Betondan betongacha bo'lgan razmeri qolishi 740 bo'lgan. Hovlidan uyimizga kirish qismida 2 metrli koridorimiz oxirigacha ketgan. Koridordan chap tarafda bitta 6 metrga 4,5 metrli, undan tashqari 4 metrga 4,5 metrli yana bitta xonamiz. Endi koridorimizni oxirgi qismiga sanuzel hammomlarni mo'ljallashgan ekan. Uylar bitgandan keyin pergorodkada to'sib chiroyli qilib shu joylarga hammom sanuzellar joylashtirishar ekan. Endi koridordan kirib kelganimizda o'ng tarafimizda bitta 2,5 metrli yana bitta uzun koridorimiz joylashgan. Koridorimizni chap tarafida 4 metrga 3,5 metrli 3 ta bir xil xonamiz, o'ng tarafida xuddi shunga o'xshagan yana 3 ta bir xil xonamiz bo'lgan. Bu ratimizning oxirgi qismida 3 metrli tagini podvalli qilib berishgan. Bu joyga o'sha uyga katyol, shunaqangi kompost, shunaqa narsalar joylashtirgani chiroyli qilib bitta omborxona ham qilib qo'yishibdi. Bu joyga umumiy ketgan rasxoti, usta xizmatlari hamma narsasi ichida 44 million 500 ming so'm bo'lgan. Ustalarimizning xizmat narxi podushka qismi bo'yi 40, eni 60 bo'ladigan bo'lsa 45 ming so'm, ustidagi mana shu birinchi silovi ham 1 metrni 45 ming so'mdan quyib berishar ekan. Agar buni ustiga yana bir silov quyiladigan bo'lsa, narxiga qo'shiladi. Podushkamizning ham balandligi 45 dan baland bo'ladigan bo'lsa, buni ham xizmat haqiga ozgina qo'shilib qolar ekan. Bu narxlar Farg'ona viloyati Rishton, Bog'dod, Uchko'prik tumani bo'yicha amal qiladi. Boshqa tuman va viloyatlarga chiqadigan bo'lsa, narxlariga ozgina qo'shilib qoladi. Mana shu joyimizga ketgan umumiy sementni 20 tonna sement ketgan, 6 kamaz met pisok ketibdi. Hech qanaqa shag'al ishlatishmagan bu joyda. Bir kamazi 1,5 million so'mdan bo'lgan. Bitta ko'rsatib qo'ying mana shu joyda. Bir kamazi 1,5 million so'mdan bo'lgan met pisokdan 6 kamaz, shuni ichiga 3 kamaz keyin mayda toshlardan ham tashlashgan. Ustalarning xizmati 21 million so'm bo'lgan. Lekin hech qanaqa armatura hech qaytaga qo'yishmagan. Shuni hisobiga 44 million 500 ming so'm bo'pti. To'liq videosini ixlos YouTube kanaliga o'tib ko'rishlaring mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib kanalga obuna bo'lishni eslang.